Tovuli, qo'ziqorinli julyen qilamiz qizlarjonlar. Uy sharoitida qimmat sotiladigan taomni sizlar chiroyli mehr berib uyda qilasizlar. Hamma uydanglar sizlarga kattakon rahmat deb aytadi. Bu uchun biz piyozni maydalab olamiz. Tovuq filetini olib, cho'zinchoq qilib kesib olamiz. Keyin qo'ziqorinlarimizni olib, mayda qilib to'g'rab, uni ham tayyor qilib olamiz. Ungacha qozonimizni qizib turgan bo'lish kerak. Yog' bilan unga olib piyoz solamiz. Piyozimizni yaxshilab qovurib olamiz et-betini. Qovurib bo'lganimizdan keyin piyozimiz chiroyli tilla rangi kirganda unga tovuq filetimizni qo'shib yuboramiz. Bunga har xil ziravorlar, tuz, kashnich, ziralarni solib 1-2 marta aylantiramiz. Keyin buni ustiga biz to'g'ragan qo'ziqorinlarimizni solib dimlab qo'yamiz. Qizlarjonlar, bunga aslo suv solmanglar, chunki qo'ziqorin dimlanganda o'zini suvi chiqib ketadi. Shunda tovuqimiz ham, qo'ziqorinimiz ham o'zi pishadi. Keyin sizlarga kichkinagina sir aytaman. Bunga biz kraxmal bilan murch sovoramiz. Juda ham quyqali, shirali bo'ladi. Keyin qaymoq, smetana yoki slivka solinadi. Hamma sizlarga rahmat deydi bu taomni yeb ko'rgandan keyin.